Dangasalar uchun top 3 eng oson onlayn ishlar. Videoni yo'qotib qo'ymasligi uchun uni saqlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Birinchisi, Netflix job saytidagi Tagger vacancy'ga ariza topshirasiz. Netflix sizdan film va seriallarga janr, mavzu va til bo'yicha tag qo'yishni so'raydi va soatiga $20 dan $50 gacha pul to'laydi. Ikkinchisi, Airbnb'dagi customer support vakansiyasiga kirsangiz, hech kim bilan gaplashmasdan shunchaki mijozdagi email yozib, soatiga $19 dan $30 gacha ishlasa bo'ladi. Uchinchisi, Amazonda dastavka va pulni qaytarish muammolarini hal qiladigan support bo'lib ishlasangiz, soatiga $17 dan $25 gacha onlayn daromad qilsa bo'ladi. Bu ishlar biznes qilishga puli yoki duxi bo'lmagan odamlarga eng zo'r yechim. Sizdan jonli muloqot talab qilinmaganligi uchun ingliz tilini bilmasangiz ham sun'iy intellektdan foydalanib ishlasangiz bo'ladi. Yanada ko'proq onlayn daromad turlarini bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni do'stingizga jo'natib qo'ying va menga obuna bo'lishni unutmang, chunki boshqa ko'rishmasligimiz mumkin.